Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ayniqsa bugun mening asosiy e'tiborimga sazovor bo'ladigan qadrli tomoshabinlarim, 6 yoshdan oshgan aziz onaxonlar, otaxonlar, buvilar va bobolar. Bugun men siz bilan shunchaki bir ma'lumotni emas, balki hayotingizga bevosita ta'sir etishi mumkin bo'lgan juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Bu video sizning shaxsiy farovonligingiz, moliyaviy barqarorligingiz va oilangizning kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqchiman. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlab videoni oxirigacha ko'ring. Har bir daqiqa, har bir jumla siz uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga ushbu juda muhim ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Zero, bu ma'lumot aytganimdek har biringizga tegishlidir. Asosiy muammoning mohiyati shundaki, so'nggi paytlarda pensiya va ijtimoiy himoya tizimida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Bilasizki, avvalgi tizimda pensiyalar asosan ish stajiga va ish haqi miqdoriga qarab hisoblanar edi. Ko'pchilikning ish staji uzoq bo'lsa ham, ba'zilarning o'tmishdagi ish haqi miqdori kam bo'lganligi sababli ularning pensiyalari bugungi kun talablariga javob bermasdi. Masalan, qishloq xo'jaligida ishlaganlar, kichik korxonalarda past maosh olganlar yoki turli sabablarga ko'ra hujjatlari to'liq bo'lmagan insonlar pensiya olishda qiyinchiliklarga duch kelishardi. Tizim ko'pincha universal bo'lib, har bir shaxsning o'ziga xos holatini to'liq hisobga olmas edi. Shuningdek, ijtimoiy himoya mexanizmlari ham mavjud bo'lsa-da, ular ko'pincha murakkab byurokratik jarayonlar tufayli hamma uchun birdek oson bo'lmasdi va eng muhtojlarga yetib borishda ba'zi to'siqlar mavjud edi. Odamlar ko'pincha pensiya fondiga borib uzoq navbatlarda turishga majbur bo'lishardi. Hujjatlar yig'ish esa o'ziga xos muammoli jarayon edi. Eng katta muammo shundaki, inflyatsiya va hayot sharoitlarining o'zgarishi tufayli pensiyaning sotib olish qobiliyati vaqti bilan pasayib borardi. Bu esa keksa avlod vakillarining turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar va joriy etilgan yangi ijtimoiy himoya dasturi doirasida 6 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun pensiyalarni qayta hisoblash va qo'shimcha ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha maxsus shoshilinch chora-tadbirlar qabul qilindi. Bu dasturning asosiy maqsadi keksa avlod vakillarining moliyaviy ahvolini yaxshilash, ularning munosib turmush darajasini ta'minlash va jamiyatdagi hurmatli o'rnini mustahkamlashdir. Bu shunchaki pensiya miqdorini ozgina oshirish emas, balki pensiyaning sotib olish qobiliyatini sezilarli darajada oshirish, qator imtiyozlar va qo'shimcha yordam turlarini joriy etish orqali keksalarning hayotini yanada farovon qilishga qaratilgan kompleks yondashuvdir. Aslini olganda, bu yangi tizim har bir shaxsning individual ehtiyojlari va vaziyatini hisobga olishga intiladi. Bu nafaqat pensiya miqdoriga, balki tibbiy xizmatlar, dori-darmonlar, maishiy ehtiyojlar va boshqa ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan imtiyozlarga ham taalluqlidir. Eng muhimi, bu dastur faqatgina pensiya oluvchilarni emas, balki qandaydir sabablarga ko'ra umuman pensiya olmagan, ammo ma'lum bir yoshga yetgan fuqarolarimizni ham qamrab oladi. Bu esa haqiqatdan ham inqilobiy o'zgarishdir. Endi esa batafsilroq tushuntirishlarga o'tamiz. Bu yangi tizim haqida nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi lozim va kimlar uchun bu o'zgarishlar unchalik ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin? Birinchi navbatda shuni yodda tutingki, bu yangi dastur hamma uchun avtomatik ravishda qo'llanilavermaydi. Ya'ni siz pensiyaning o'z-o'zidan oshib ketishini yoki qo'shimcha yordam o'z-o'zidan berilishini kutib o'tirmasligingiz kerak. Aksariyat hollarda sizdan tegishli arizalar va hujjatlarni topshirish talab etiladi. Bu dastur asosan avvalgi tizim tomonidan e'tibordan chetda qolgan yoki bugungi kunda pensiya miqdori mamlakatda belgilangan minimal yashash darajasidan sezilarli darajada past bo'lgan shaxslarga qaratilgan. Ya'ni agar sizning hozirgi pensiyangiz sizning asosiy ehtiyojlaringizni qoplashga yetmayotgan bo'lsa, siz aynan ushbu dasturdan foydalanish uchun asosiy nomzodlardan birisiz. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi, ya'ni kimlar bu masalaga jiddiy yondashib, hujjatlarni yig'ishga shoshilishi kerak. Agar sizning hozirgi pensiya miqdoringiz belgilangan minimal yashash darajasidan aytaylik 1 million so'mdan past bo'lsa, siz darhol tegishli idoralarga murojaat qilishingiz shart. Misol uchun, bizning davlatimizda minimal yashash darajasi ko'rsatkichlari yil sayin o'zgarib boradi. Agar sizning
pensiyangiz ushbu ko'rsatkichdan past bo'lsa, bu yangi dastur sizga qo'shimcha mablag' olish imkoniyatini taqdim etadi. Sababi shundaki, avvalgi pensiya hisoblash usullari bugungi iqtisodiy vaziyatga mos kelmasligi mumkin. Bu esa keksa fuqarolarning turmush sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Yangi dastur bu farqni qoplashga qaratilgan. Shuningdek, agar siz 35-40 yildan ortiq ish stajiga ega bo'lsangizda, lekin o'tmishdagi shu uzoq yillik mehnatingizga noloyiq darajada past bo'lsa, siz ham bu dasturdan foydalanishingiz mumkin. Ko'pincha dehqonchilikda, kichik artellarda, maishiy xizmat ko'rsatish sohalarida ishlagan insonlarning ish haqi rasman past ko'rsatilgan bo'lishi mumkin edi. Bu esa ularning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatardi. Yangi tizimda bu kabi adolatsizliklarni bartaraf etishga harakat qilinadi. Bunda ish stajining davomiyligi alohida e'tiborga olinadi. Hatto o'tmishdagi ish haqi baland bo'lmagan taqdirda ham. Bu kabi holatlarda sizning uzoq yillik mehnatingiz va jamiyatga qo'shgan hissangiz qayta baholanadi va munosib ravishda taqdirlanadi. Bundan tashqari, agar sizda doimiy dori-darmon yoki maxsus parvarish talab qiladigan surunkali kasalliklar bo'lsa va bu tibbiy xarajatlar avvalgi pensiya tizimida to'liq qoplanmagan bo'lsa, siz ham qo'shimcha yordam olish huquqiga egasiz. Masalan, qandli diabet, gipertoniya, astma kabi kasalliklarga chalingan keksa fuqarolar har oyda sezilarli miqdorda mablag'ni dori-darmon va davolanishga sarflashadi. Yangi dastur aynan shunday insonlarning og'irini yengil qilishga qaratilgan bo'lib, tibbiy xarajatlarning bir qismini qoplashga yordam beradi. Buning sababi hukumat ijtimoiy himoyani faqatgina pensiya miqdori bilan cheklamasdan, fuqarolarning sog'lig'iga bo'lgan ehtiyojlarini ham qondirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Yolg'iz yashovchi keksa fuqarolar yoki qaramog'ida nogiron farzandlari, nabiralari bo'lgan insonlar ham alohida e'tiborda. Bunday oilalarda moliyaviy yuk og'irroq bo'lishini inobatga olgan holda, ularga qo'shimcha moddiy yordamlar ajratilishi ko'zda tutilgan. Bu holatda sizning oilaviy ahvolingiz va qaramog'ingizdagi shaxslar soni ham hisobga olinadi. Masalan, yolg'iz qolgan buvining barcha maishiy muammolarini o'zi hal qilishi kerak. Bu esa uning moliyaviy ahvoliga katta ta'sir ko'rsatadi. Yangi tizim bu kabi zaif qatlamni himoya qilishga qaratilgan. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Ya'ni kimlar bu dasturdan foydalana olmasligi yoki ularning vaziyati allaqachon yaxshi holatda ekanligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz yaqinda boshqa bir dastur doirasida qayta hisoblab chiqilgan bo'lsa va u minimal yashash darajasidan sezilarli darajada yuqori bo'lsa, siz ushbu yangi dasturdan qo'shimcha yordam ola olmasligingiz mumkin. Sababi bu dastur eng avvalo eng muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ammo shuni esda tutingki, ba'zi tibbiy imtiyozlar sizga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Agar siz hali ham faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz va pensiya bilan birga yuqori ish haqi olayotgan bo'lsangiz, shuningdek umumiy daromadingiz yuqori bo'lsa, siz ham ushbu dasturning asosiy maqsadi bo'lgan muhtojlar qatoriga kirmaysiz. Ammo yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi tibbiy yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlar sizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Yaqinda mamlakatimizga ko'chib kelgan va mahalliy pensiya jamg'armasiga yetarli muddat davomida hissalar qo'shmagan shaxslar ham dastlabki bosqichda bu imtiyozlardan foydalana olmasliklari mumkin. Garchi albatta ayrim standart holatlar, xususan xalqaro shartnomalar doirasida mavjud bo'lishi mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Raqamlar va vaziyatlar orqali bu o'zgarishlar qanday ta'sir qilishini tushunib olamiz. Misol uchun, Andijon viloyatining Qo'rasuv tumanidan Maryam opani olaylik. Maryam opa kolxozda gartma yildan ortiq ishlagan, ko'p yillar davomida oddiy mehnat faoliyati bilan shug'ullangan. Uning rasmiy maoshi har doim minimal bo'lgan. Maryam opa nafaqaga chiqqanida uning pensiyasi 200 ming so'm atrofida edi. Bu pensiya miqdori uning uzoq yillik mehnati va hozirgi kundagi ehtiyojlariga mutlaqo mos kelmas edi. U har oyda dori-darmonlarga va oziq-ovqatga katta mablag' sarflar edi. Yangi dastur doirasida Maryam opa pensiya jamg'armasiga murojaat qilganida uning uzoq ish staji va o'tmishdagi ish haqi qayta ko'rib chiqildi. Natijada uning pensiyasi 1 million 200 ming so'mga qayta hisoblab chiqildi. Bu uning uchun nafaqat qo'shimcha tark isbirgin so'm degani, balki bu uning dori-darmonlarga sarflaydigan xarajatlarini to'liq qoplashga, oziq-ovqat mahsulotlarini bemalol sotib olishga va hatto o'ziga kichik bir sovg'a sotib olishga imkon beradi. Bu misolda past ish haqi Maryam opaning past pensiya olishiga sabab bo'lgan
Yangi dastur esa uning pensiyasini oshirish orqali uning sotib olish qobiliyatini sezilarli darajada oshirdi. Bu uning hayot sifatiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Boshqa bir misol Toshkent shahridan Ahmad akaga tegishli. Ahmad aka ilgari zavodda ishlagan, pensiyasi 9-7 million so'm edi. U qandli diabet kasalligi bilan og'riydi va har oyda insulinga hamda boshqa dori-darmonlarga kamida 300 ming so'm sarflashiga to'g'ri kelardi. Yangi dastur doirasida surunkali kasalliklar uchun qo'shimcha yordam ajratilishi hisobga olingan holda Ahmad aka pensiya jamg'armasiga murojaat qildi va o'zining tibbiy ma'lumotnomalarini taqdim etdi. Natijada unga har oyda 200 ming so'm miqdorida qo'shimcha nafaqa tayinlandi. Bu uning dori-darmon xarajatlarining katta qismini qoplashga yordam beradi. Bu misolda Ahmad akaning tibbiy xarajatlari uning moliyaviy ahvoliga bosim o'tkazgan, ammo yangi dastur unga berilgan qo'shimcha yordam orqali bu og'ir yukni yengillatdi va uning sog'lig'iga ko'proq e'tibor qaratishga imkon yaratdi. Yana bir misol. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan Fotima buvining vaziyati. Fotima bu yerdan ajrashgan, 30 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lsa-da, rasmiy ish haqi juda kam bo'lganligi sababli pensiyasi atigi 700 behimagan so'm edi. Uning qaramog'ida nabarasi bor edi. Bu esa uning moliyaviy ahvolini yanada qiyinlashtirar edi. Yangi dastur doirasida qaramog'ida voyaga yetmagan yoki nogiron farzandlari, nabiralari bo'lgan yolg'iz keksalar uchun alohida ijtimoiy yordam ko'zda tutilgan. Fotima bu mahalla qo'mitasi orqali tegishli hujjatlarni to'plab pensiya jamg'armasiga topshirdi. Natijada unga har oyda qo'shimcha 300 million so'm miqdorida oilani boqish uchun nafaqa tayinlandi. Bu yordam Fotima buvining nabirasiga kiyim-kechak sotib olish, uning maktab xarajatlarini qoplash va oziq-ovqatga yetarli mablag' ajratish imkoniyatini yaratdi. Bu misolda Fotima buvining oilaviy ahvoli va qaramog'idagi shaxs uning moliyaviy qiyinchiliklariga sabab bo'lgan. Yangi dastur esa unga ko'rsatilgan qo'shimcha oilaviy yordam orqali bu muammolarni hal etishga va oilaning farovonligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi tizim har bir shaxsning o'ziga xos ahvolini, uning uzoq yillik mehnat stajini, sog'lig'ini va oilaviy vaziyatini inobatga olgan holda adolatli yondashuvni ta'minlashga qaratilgan. Har bir holatda yangi dasturning ta'siri bevosita insonlarning hayot sifatiga, ularning kundalik ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa keksa avlod vakillarining jamiyatda o'zlarini yanada qadrli va himoyalangan his qilishlariga olib keladi. Endi esa bu qoidalarga bo'lgan istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar sizning vaqtingizni, asablaringizni va mablag'laringizni tejashga yordam beradi. Istisnolar. Birinchidan, agar siz dastlabki arizani topshirish muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsangizchi, ko'pincha bunday muhim dasturlar uchun ma'lum bir imtiyozli muddat belgilanadi yoki keyingi bosqichlarda qayta murojaat qilish imkoniyati taqdim etiladi. Shuning uchun hatto muddat o'tib ketgan bo'lsa ham umidsizlikka tushmang. Baribir pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlik kiritishingizni tavsiya qilaman. Ba'zan shaxsiy holatlar inobatga olinib, istisno tariqasida arizalar qabul qilinishi mumkin. Ikkinchidan, agar sizda 30-40 yil avvalgi hujjatlaringiz, masalan, ish stajini tasdiqlovchi mehnat daftarchasining ba'zi qismlari yo'q bo'lsa-chi, bu holat ko'pchilikda uchraydigan keng tarqalgan muammo. Bunday hollarda hujjatlarni tiklash uchun arxiv idoralariga, avvalgi ish beruvchilarga yoki hatto guvohlarga murojaat qilishingiz mumkin. Mahalla qo'mitasi ham bu jarayonda yordam berishi mumkin. Misol uchun, sobiq hamkasblaringizning yozma guvohliklar yoki mahalla faollarining tasdiqnomalari ba'zan yetishmayotgan hujjatlarni qisman o'rnini bosishi mumkin. Shuni unutmangki, pensiya jamg'armasi xodimlari ham sizga bu borada yo'l yo'riq ko'rsatishga majbur. Uchinchidan, agar siz hayotingizning ma'lum bir qismida norasmiy ravishda ishlagan bo'lsangiz, bu davrni pensiya hisoblash uchun qanday isbotlash mumkin? Ba'zi hollarda norasmiy ish stajini isbotlash uchun ham guvohlarning ko'rsatmalari, mahalla qo'mitasining xatlari yoki hatto mahalliy dehqon uyushmalari kabi jamoat tashkilotlarining ma'lumotnomalari qabul qilinishi mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarda uzoq vaqt davomida norasmiy sektorda ishlaganlar uchun muhim. To'rtinchidan, harbiy xizmatchilar, san'atkorlar, olimlar kabi alohida toifadagi fuqarolarning pensiya qoidalari o'ziga xos bo'lishi mumkin. Ularga qo'shimcha imtiyozlar yoki
maxsus qo'shimchalar taqdim etilishi mumkin. Agar siz shunday toifaga kiruvchi bo'lsangiz, o'zingizning sohangizga tegishli pensiya qoidalarini aniqlab olishingiz shart. Tuzoqlar. Eng katta tuzoq bu firibgarlik sxemalari. Afsuski, har qanday yangilik o'rtan firibgarlar ham paydo bo'ladi. Ular o'zlarini pensiya jamg'armasi xodimlari, ijtimoiy xizmatchilar yoki yordamchi sifatida tanishtirib, go'yoki sizning pensiyangizni oshirishga yordam berish evaziga pul talab qilishlari yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlashlari mumkin. Aslo ishonmang. Pensiya jamg'armasi va davlat xizmatlari markazlari o'z xizmatlari uchun hech qanday to'lov talab qilmaydi. Barcha jarayonlar bepul va faqat rasmiy kanallar orqali amalga oshiriladi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni notanish shaxslarga bermang. Ayniqsa bank kartangiz raqamini yoki PIN kodini. Ikkinchi tuzoq bu noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar. Bu eng ko'p uchraydigan muammo bo'lib, arizangizning rad etilishiga yoki uzoq muddatga kechikishiga olib kelishi mumkin. Har bir hujjatning asl nusxasini yoki tasdiqlangan nusxasini taqdim etishga harakat qiling. Har bir ma'lumotning aniqligiga ishonch hosil qiling. Agar biror hujjatda xatolik bo'lsa, uni oldindan to'g'rilatishga harakat qiling. Uchinchi tuzoq bu eligibility mezonlarini noto'g'ri tushunish. Ba'zilar o'zlari mos kelmaydigan dasturga murojaat qilib, vaqtlarini behudaga sarflaydilar. Dasturning kimlar uchun mo'ljallanganligini diqqat bilan o'rganing. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, avval pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib maslahat oling. 4-tuzoq bu murojaatdan keyin jarayonni kuzatmaslik. Ba'zida arizalar qolib ketishi yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi mumkin. O'zingizning arizangizning holatini ma'lum bir muddatdan keyin tekshirib turish sizning mas'uliyatingizdir. Proaktiv bo'ling. Nozik jihatlar. Ariza topshirish vaqti. Ba'zan pensiyaning oshirilgan miqdori yoki qo'shimcha yordam to'lanishi arizani topshirgan oydan boshlab hisoblanishi mumkin. Shuning uchun qancha tez murojaat qilsangiz, shuncha tez ushbu imtiyozlardan foydalanishni boshlaysiz. Kechiktirish sizning haqqingizni qo'ldan boy berishingizga olib kelishi mumkin. Turli nafaqalarning kumulyativ ta'siri. Ba'zi hollarda bir nafaqani olish boshqa bir nafaqani olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni agar siz turli dasturlar orqali umumiy daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, siz ba'zi ijtimoiy yordam turlaridan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu holatlarni aniqlash uchun pensiya jamg'armasi mutaxassislar bilan maslahatlashish muhim. Mahalla qo'mitasining roli. Mahalla qo'mitalari ko'pincha eng zaif qatlamni aniqlashda va ularga yordam berishda muhim rol o'ynaydi. Ular sizning ijtimoiy ahvolingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar berishi, hujjatlarni to'plashda yordam berishi va hatto pensiya jamg'armasiga murojaat qilishda ko'mak berishi mumkin. Mahallangizning ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimi bilan doimiy aloqada bo'lish foydadan xoli emas. Raqamli arizalar. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda olish imkoniyati mavjud. Agar sizda kompyuter yoki smartfon bilan ishlash ko'nikmasi bo'lsa yoki oilangizda yoshroq a'zolar bo'lsa, ular yordamida elektron tarzda ariza topshirishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi va navbatlarda turishdan xalos etadi. Ammo bu imkoniyat hali ham hamma uchun qulay bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun shaxsan murojaat qilish varianti ham saqlanib qoladi. Endi esa eng muhim qismga siz qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalarga o'tamiz. Bu bosqichma-bosqich yo'riqnoma sizga bu jarayonni osonlik bilan yakunlashingizga yordam beradi. Birinchi qadam, dastlabki ma'lumotlarni yig'ing va sizning ushbu dasturga mos kelishingizni aniqlang. O'zingizning hozirgi pensiya guvohnomangizni ko'zdan kechiring, pensiya miqdoringizni aniqlang. Yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga minimal yashash darajasidan past pensiya, uzoq ish staji, surunkali kasalliklar, qaramog'idagi shaxslarning mavjudligi mos kelishingizni sinchkovlik bilan tekshiring. Agar biror bir mezon sizga to'g'ri kelsa, demak siz keyingi qadamlarga o'tishingiz mumkin. Bu dastlabki tekshiruv sizning vaqtingizni bekorga sarflashingizni oldini oladi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni puxtalik bilan tayyorlang. Bu juda muhim bosqich. Shoshilmang va har bir hujjatning borligiga ishonch hosil qiling. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasportingiz asli va nusxasi, mehnat daftarchangiz asli va nusxasi. Bu sizning ish stajingizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Undagi barcha yozuvlarning to'g'riligiga e'tibor bering. Pensiya guvohnomangiz. Agar sizda surunkali kasalliklar bo'lsa va tibbiy yordam uchun qo'shimcha nafaqa olmoqchi bo'lsangiz,
tibbiy ma'lumotnomalar, kasallik tarixi, dori-darmonlarni sotib olganlik haqidagi cheklar, shifokor tavsiyalari zarur bo'ladi. Bu ma'lumotnomalar sizning kasalligingizni va uning moliyaviy og'irligini tasdiqlashi lozim. Agar qaramog'ingizda nogiron farzandlar, nabiralar yoki boshqa shaxslar bo'lsa, ularning tug'ilish guvohnomalari, nikoh to'g'risidagi guvohnoma agar tegishli bo'lsa va nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnomalarning asl nusxalari va nusxalari, bank rekvizitlaringiz, ya'ni pensiya yoki nafaqa o'tkaziladigan plastik kartangiz yoki hisob raqamingiz ma'lumotlari. Bu sizning mablag'larni qabul qilish uchun kerak bo'ladi. Mahalla fuqarolar yig'inidan berilgan yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma agar talab qilinsa, bu hujjatlarning barchasini bir papkaga jamlab tartib bilan saqlang. 3-qadam, to'g'ri muassasani aniqlang. Sizning yashash joyingizdagi tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Yoki bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari markazlari, yagona darcha markazlari orqali ko'rsatiladi. Bu markazlar sizga hujjatlarni topshirishda va arizani rasmiylashtirishda yordam beradi. Borishdan oldin telefon orqali yoki internet orqali qaysi muassasaga murojaat qilish aniqligini bilib olishingiz maqsadga muvofiqdir. 4-qadam, murojaat qilish. Belgilangan muassasaga borishda quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Imkon qadar ertalabroq boring, shunda navbat kamroq bo'ladi. Agar iloji bo'lsa, o'zingiz bilan oila a'zolaringizdan birini, masalan, farzandingizni yoki nabirangizni olib boring. U sizga hujjatlarni tartibga solishda, arizani to'ldirishda va mutaxassislar bilan muloqot qilishda yordam berishi mumkin. Shuningdek, u sizga eshitgan ma'lumotlarni eslab qolishga ko'maklashadi. Murojaat sababingizni aniq va tushunarli qilib ayting. Men pensiyani qayta hisoblash yoki qo'shimcha ijtimoiy yordam olish bo'yicha yangi dastur haqida ma'lumot olish va ariza topshirish uchun keldim. Sizga taqdim etilgan anketani yoki arizani diqqat bilan to'ldiring. Agar savollarga javob berishda qiynalsangiz, xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. Hech qachon bo'sh joy qoldirmang, har bir satrni tushunib to'ldiring. 5-qadam, arizani topshirish va tasdiqnomani olish. Arizani barcha kerakli hujjatlar bilan birga topshirgandan so'ng, sizga murojaat raqami yoki qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma berilishini talab qiling. Bu kelajakda arizangizning holatini kuzatib borish uchun juda muhimdir. Agar sizga hech qanday tasdiqnoma berilmasa, uni talab qiling. 6-qadam, jarayonni kuzatib boring. Arizani topshirgandan so'ng ma'lum bir muddat, odatda 25-31 kun ichida sizga javob berilishi kerak. Agar bu muddat ichida javob olmasangiz, yuqorida aytib o'tilgan tasdiqnoma raqami bilan pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga qayta murojaat qilib, arizangizning holatini surishtiring. Sizning proaktivligingiz bu jarayonni tezlashtirishga yordam beradi. Shuni unutmangki, har bir qadamda xushmuomalalikni va sabr-toqatni saqlashingiz kerak. Davlat xizmatlari markazlari va pensiya jamg'armasi xodimlari sizga yordam berish uchun shu yerda. Sizning haqqingizni talab qilishda qat'iy bo'ling, ammo o'zingizni hurmat bilan tuting. Aziz tomoshabinlarim, esingizda bo'lsin, bu yangi dastur sizning haqqingizdir. Bu imkoniyatdan foydalaning va hayotingizni yanada farovon qilish uchun qadam tashlang. Siz jamiyatimizning oltin xazinasi, qadrli keksalari emiz. Hukumatning bu e'tibori sizning uzoq yillik mehnatingiz va o'qil hayotingizga bo'lgan hurmat ifodasidir. Shuning uchun bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Mening bugungi maslahatlarim va ko'rsatmalarim siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va boshdan kechirgan tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Sizning har bir sharhingiz boshqalar uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turasiz. Sizga sog'lik, uzoq umr va doimiy farovonlik tilayman. O'zingizni ehtiyot qiling va ushbu imkoniyatdan to'liq foydalaning.